Vatandaşlarım, dostlarım, bugün 2025-yil 13 noyabr kuni Jizzax viloyati Forish tumani Yastikkechuv mahallasidagi Yastikkechuv to'yxonasida bo'lamiz. Sayfiddin Naxalboyev katta soylik nabiralariga ko'pkari to'y qilib elga osh beryapti. Hamma jam bo'ljam, qarindosh urug'lar hammasi shu yerda. Sen bor bitta ichkarilamda ko'rsatib olib chiqmay, men kelib o'tirmayman. Qaytib kelasan. Onalarga beraylik bolalarga. Yo'q. Hasan Mamrod ichkarini bir ochiq qilgansan. Ichkarimda bir oynada chiq bo'l. Geçin olmasın gel, Gülban akılmadım, vafatını benim. Senin muhabbetin bir çiftke kalayım. Özge bilen kıldım, safadır benim. Özge bilen kıldım, safadır benim. Geçir beni, geçir beni. Geçir beni, geçir beni. Katta soydan Husan tog'aman. To'y egasi. Qur'onga keling. Ota taştım, böylekşe sen, Alçık verin. ko'rsam seni, ketar dildan katkilarim, o'yinlarim, odamlarim bir ajoyib, juratlarni Mana bu eng asosiysi qiziqtirayotgan narsa, mana bu yerda irimi bor ekan, takani so'yib, oldiga oyna osib qo'yibdi. Mana shuni ko'ringizlar. To'y. Direkt bir soat, 2 soat o'tgan yerasizga bu qaytib kelamiz.